Davlatimiz rahbarining joriy yil 24-fevral kuni yoshlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda har payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilinganligi ertamiz egalari uchun yana bir katta imkoniyat bo'ldi. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda tashkil etilayotgan uchrashuvlarda yoshlarning fikr-mulohazalari, takliflari o'rganilyapti. Shunday muloqotlarning navbatdagisi Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida o'tkazildi. Prezidentimiz belgilab bergan topshiriqqa asosan har haftaning bir kunida rahbar va yoshlar uchrashuvlarini o'tkazish odat tusiga aylandi. Uning davomi sifatida Respublika Milliy bank rahbariyatining yoshlar bilan bu galgi muloqoti ham har tomonlama samarali bo'ldi. Tadbir 512 nafar o'g'il-qizlarni bir manzilda jamladi. Dastlab davlatimiz rahbarining yoshlar bilan uchrashuvida ko'tarilgan masalalar, ilgari surilgan tashabbuslar, imkoniyatlar haqida so'z yuritildi. Shundan so'ng bank mutasaddilari ishtirokchilarning taklif va tashabbuslarini tinglab, ularni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob berdilar. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan biz yoshlarga berilgan imkoniyatlar juda katta. Shulardan biri deb rahbar va yoshlar uchrashuvi etib belgilanganidan ham bilsak bo'ladi. Uchrashuvda biz ko'plab o'zimizga kerakli bo'lgan savollarga javob oldik. Kelgusida men ham o'zimning tadbirkorlik faoliyatimni yo'lga qo'yish niyatim bor. Ushbu uchrashuv men uchun ham ko'plab bilimlarni olishimga sabab bo'ldi. Mazkur faoliyatimni yo'lga qo'yishda kerakli bilimlarga ega bo'ldim. Bu yoshlar uchrashuvi biz yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yo'lini ochyapti. Uchrashuv davomida kelajakka qadam dasturidagi imtiyoz va yengilliklar haqida ma'lumotlar berildi. Muloqotda yoshlar o'zlarining biznes loyihalari, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif va muammolarni o'rtaga tashlashdi. Institutimizda bugungi kunda haftaning har payshanba kuni yoshlar va rahbar uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Bu galgi uchrashuv Milliy bank tomonidan o'tkazildi. Biz yoshlarga juda ham foydali bo'ldi. O'zimni tadbirkorlik yo'nalishimni yo'lga qo'ymoqchiman va bunda kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ko'rdimki, men kabi talabalar barchasi faol ishtirok etdi. Biz yoshlarga mana shunday imkoniyatlar yaratganiga davlatimiz rahbariga tashakkur aytamiz. Mazkur uchrashuvda talabalar tomonidan 11 ta murojaat, 3 ta taklif bildirildi. Shuningdek, tadbirkorlikka ilk qadam kredit mahsuloti bo'yicha jami 160 million so'mlik 8 ta loyiha taqdimot qilindi. Qayd etilganidek, bunday muloqotlar yoshlarning davlat va jamiyat hayotidagi faol ishtirokini rag'batlantirish, ularning tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash hamda kelajakda mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadigan yetuk kadrlar bo'lib yetishishlariga xizmat qiladi.